Mahmudxo'ja Behbudiy buyuk ma'rifatparvar yozuvchi, publitsist, dramaturg va jamoat arbobi, jadidchilik harakatining yetakchilaridan biridir. U 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshtepa qishlog'ida muftiy oilasiga dunyoga keldi. Otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik Ahmad Yasaviyning avlodlaridan bo'lgan. Oiladagi muhit undagi ma'rifat va adabiyotga bo'lgan qiziqishining tezroq ro'yobga chiqishida imkon tug'dirdi. Behbudiyning otasi islom huquqshunosligi bo'yicha yirik mutaxassis bo'lib, bu borada ko'plab kitob va risolalar yaratgan edi. Bu o'z navbatida Mahmudxo'jaga ta'sir o'tkazmay qolmadi. U keyinchalik bu haqda so'zlab, hatto maqolalardan birida ham otasi yozgan Hidoya asarining o'z taqdiridan katta rol o'ynaganini alohida qayd etgan. Mahmudxo'ja Behbudiyning adabiyot, tarix fanlari qatori siyosatshunoslik bilan ham jiddiy shug'ullandi. Gazeta va jurnallar orqali jahonga sodir bo'layotgan siyosiy voqealar bilan yaqindan tanishib bordi. Behbudiy adib sifatida Padarkush dramasini yaratgan. 1913-yilda Samarqand shahrida nashr etilgan bu dramada u yoshlarning ilmli, madaniyatli bo'lishlari lozimligini qayd etgan. Behbudiyning Padarkush dramasi 1911-yilda yozilgan bo'lib, dastlab 1912-yilda Turon gazetasida bosilgan. 1911-yilda kelib kitob holida chop etilgan. Shundan so'ng tez fursatda Samarqand, Buxoro va Toshkent teatri sahnalarida ijro etilgan. Drama kompozitsion qurilishiga ko'ra oddiy bo'lgan holda mazmun, g'oya jihatdan ancha qamrovlidir. Xususan, undagi xarakter va shakl-shamoil mazkur janr talablariga ancha mos edi. Dramadagi qahramonlar esa ikki qutbda ikki xil harakat bilan yashaydilar. Bir tomonda boy o'g'il va uning gumashtalari bo'lsa, ikkinchi tomonda domla ziyoli obrazlar asar g'oyasini ochishda muhim o'rin egallaydi. Behbudiy haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lay desangiz, G'ijduvon tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.